Assalomu alaykum aziz muxlis. Ukraina dronlari Krasnodardagi neft zavodiga hujum qildi. Bugun kechasi Ukraina dronlari Krasnodar o'lkasidagi Afimiskiy neftini qayta ishlash zavodiga hujum qildi. Bu haqida mintaqaning operativ shtabi xabar berdi. Qayd etilishicha, ikki tomondan zarba berilgandan keyin korxona hududida taxminan 250 kvadrat metr maydonda yong'in chiqqan. Yong'in tezda o'chirilgan, xodimlar evakuatsiya qilingan. Operativ shtab ma'lumotlariga ko'ra, zarba oqibatida ayrim texnologik uskunalar shikastlangan, biroq rezervuarlar zarar ko'rmagan. Afivskiy posyolkasida ham qishloq xo'jaligi korxonasining yordamchi xo'jaligi yonib ketgan. Bunga urib tushirilgan dron parchalari sabab bo'lgan. Ma'lumot uchun, Afimiskiy nefti qayta ishlash zavodi Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqinidan beri bir necha bor Ukraina dronlari hujumiga uchragan. Zavod joriy yilning sentyabr oyi oxirida, shuningdek 7 va 28 avgust kunlari hujumga uchragan va hujumlardan so'ng korxonaga qayta ishlash bilan qurilmada to'xtatishga to'g'ri kelgan. Zavod mamlakatdagi eng yirik 10 ta qatoriga kirmasa-da, 2025-yildagi rekonstruksiyadan so'ng Rossiyaning janubidagi eng qudratlilardan biriga aylangan. Zavod yiliga 9 million tonna neftni qayta ishlash quvvatiga ega. Maydonda ikkita birlamchi qayta ishlash qurilmasi ishlaydi. Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 29 noyabrga o'tar kechasi Ukraina dronlari mamlakatning 10 viloyati va anneksiya qilingan Qrimni nishonga olgan. Harbiy idora 103 ta uchuvchisiz apparat urib tushirgani va yo'q qilingani haqida xabar bergan.